Yaxshimisiz? Chaqirtirgan ekansiz, kirsam bo'ladimi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Menga xat yuborgan ekansiz, shunga kelgandim. Ha, to'g'ri, xat yuborgandim. Kelib yaxshi qilibsiz. To'g'risini aytsam, umuman kelmoqchi emasdim. Ammo xat yuborganingizga hurmatsizlik bo'lmasin deb kela qoldim. Men siz va otangiz o'rtasida nima sodir bo'lganini bilmayman. Ammo siz merosdagi ulushingizni qabul qilishingiz yoki undan voz kechishingiz kerak. O'zi merosni qabul qilsam nima bo'ladi-yu, undan voz kechsam nima bo'ladi? Agar siz merosni qabul qilsangiz, otangizdan qolgan har qanday mulkdagi o'zingizga tegishli ulushingizni egasiga aylanasiz. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 1147-moddasiga ko'ra, siz merosdagi ulushingizdan voz kechishingiz mumkin. Ammo ushbu kodeksning 1148-moddasiga asosan merosdan qisman yoki shartlar bilan voz kechishga yo'l qo'yilmaydi. Merosdan voz kechish arizasini esa bekor qilib bo'lmaydi. Bunaqa kodeks modda deb gapirsangiz tushunmay qolyapman. Iloji bo'lsa, rasmiy emas, soddaroq qilib tushuntiring. Qisqa qilib aytganda, yo merosni qabul qilib hamma mulkdan ulush olasiz, yoki undan voz kechib hech narsa ola olmaysiz. Tanlov o'z qo'lingizda.